Eng asosiysi akalar, yili 91-yil, Zavadskoy dizelda turibdi. $1000 atrofida xarajat qilsalaring shikalat kamaz bo'lib qoladi. Texnika qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosib turinglar. Ma'lumotlarni beraman, to'liqroq ma'lumotni pastki raqamlardan olishingiz mumkin. 91-yilda ishlab chiqarilgan 55-111 samospalimiz, ko'ringlar, 10 ta balloni yangi holatda turibdi, 260 rossiyskiy ballon. Motor, korobka, moslarda hech qanday xarajat yo'q, yangi akkumulyator ham qo'yib qo'yilgan. Vali standartga 1, normalniga 1 deyiladi. Umuman avtorasxod yo'q. Xarajat qanday? Shu kabinani bitta eshigini almashtirib olish kerak, lekin kabina DTP bo'lmagan. Faqat shu eshigida xolos ekan aybi. Qolgan joyi zavod holatida turibdi, qadrdonlar. Bu akamizdan bir 30 yillik shopir ekanlar. Mana jaluzalarigacha qo'yib qo'yishgan. Havasga minaman o'g'lim. To'g'risi eskitdan shu mehrim tushib qolgan edi, endi hozir ishga chiqqani, gap tochiq yoshim o'tib qoldi endi. Mana turmasin, olib foydalanishsin, yosh shopirlar deb aytib o'tishdi. Ko'ringlar, lekin texnikani holati zavod holatida turib aytib o'tgan. Narashkalari bor, orqa darvozalari ham bor, qo'shib beramiz deyshti. Ikkita akkumulyator bir oy bo'libdi, yangi qo'yib qo'yishgan ekan. Ramalari butun, faqatgina shu akkumulyator orqasida, raman o'rtasida katta teshik bor, shu teshikdan ozgina yurgan tepaga qarab, lekin tagi, tepasi butun deyshti. Qolgan joyda umuman trishina yo'q aka. Yo'q. Toza. Xudo xohlasa. Endi o'zi ko'p yuklamaysizlar. Yo'q. Padraninglarni ko'ringlar. Zillikni yuklaymiz. Juda go'zal, lekin mashinaning holati, teleshkalari ham 10 tonnalik, reduktori 49 talik. Panejni pavishisi yo'q bo'lsa, mazza yuradi, prostoy korobkada. Mazza qilib minadi. Spusdan podium ham tanlamaydi. Ketaveradi shu bitta spusda. Zo'r. Prostoy. Hujjatlar o'zlaring nomlaringda. Kamchilik yo'q hujjatda. Mashinaning holati lekin haqiqatda go'zal. Buni kamaz haydaydigan akalarimiz yaxshi tushunishadi. Mo'ykasiga qaramasdan mashinaning o'ziga qarashni bilishadi. Ko'ringlar, padranni ham zavod holatda turibdi ekan. Mana. Endi ozgina mana shu shpaklopga tortishgan ekan. Lekin ortiqcha strashniy joyi yo'q. Mana salonlarni ko'ringlar. Endi bizning davrimizda ham yosh katta ustoz shopirlar mana shunaqa haydashardi. Hali zavod holatida turaveradi. Qanday chiqqan bo'lsa zavoddan shundayligicha turaveradi-yu. Xuddi shunaqa turibdi mana. Ko'ringlar. Lekin tarbiyalar ham urilmagan, ortiqcha ishkalab turibdi. Olgan odam maza qiladi, to'g'risi. Ozgina xarajat qilasiz, ozgina kosmetikasini qilasiz, maza qilib haydaysiz texnikani. Mashalloh. Starter 0.25 ham aylanmadi, mashalloh, juda zo'r yurar ekan. Keyin qanday bir miyaqki ishlayapti. Buni motorda ovozi ham so'z chiqyapti. Zashganalari joy-joyida ekan. Sal gaz bosib oling-chi. Bo'ldi, o'chiravering. Endi bu bir oy bo'ldi yurgizganimga deyishyapti. Endi hali qizigan ham yo'q. Prosta sizlar uchun motorning ovozini eshitaylik deb yurgizib ko'rdik, xolos, to'g'risi. Pastga kelgan nomerni qoldiramiz, xotirjam aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar, lekin har kuni ishga chiqsalaring ham yaraydigan texnika, chunki ish bo'lganda bir oyda bir marta, ikki marta chiqib turamiz deyishyapti. Hamma yo'g'i soz holatda turibdi. Endi ozgina o'sha aytib o'tganingiz kosmetikasini qo'salaring bo'ldi. Narxini $10.000 so'rashyapti, xudo xolasa naqd bilan kelsalaring savdolashadigan, o'tib beradigan joyi bor. Bu videorolikimizni yaxshi statsiyada 55-11 qidirib turgan do'stingizga srochni tashlab qo'ysangiz, doim aytamiz, har doim bunaqa suvagi butun qo'rg'asi, butun texnikalar chiqavermaydi. Savdolayni bersin, imkon servisga obuna bo'lib qo'yishni eslatib qo'ymasin do'stlar.